Nima deb o'ylaysizlar? Bu kameraga tushib qolgan narsa rostdan ham ruhmi yoki bunisimi? Yoki bunisi? Yoki bunisi? Xullas, bu videoda men kameraga rostdan ham ruhli tushib qolganmi yoki bu shunchaki uyushtirishganmi? Bu videoda shunga ochiqlik kiritamiz. Xullas, birinchi video. O'rtoqlar, men bu videoni ko'rgandan keyin seriyozno, haqiqatan ham jilla odamiga diqqatga nechta foiz ishonib qoldim. Chunki yaxshilab e'tibor berib qaranglar. Oppoq narsa ko'ringan va u bolani rostdan ham itargandek ko'rinadi. Men masalan shuncha montaj qilib yurgan bo'lsam ham, aynan bunaqa videoni qanaqa montaj qilishganini ham bilmadim, tushunmadim, men aqlim yetmadi. Yoki haqiqatan ham bitta shu video uchun grafika qilishgan yoki rostdan shunaqa narsa tushib qolgan, men bilmadim. Bu videoni olganlar tomonidan yozilishicha, bu videoda rostdan ham qanaqadir sharpa tushib qolgan va mana bu yerda явно ko'ringan. Siz nima deb o'ylaysiz? Rostdan bu sharpami yoki qanaqadir montajmi? Kommentariyada albatta fikringizni qoldiring va biz davom etamiz. Ikkinchi video. Wow, bu videoni men uxlashimdan oldin ko'rganimda men yuz uxlamasdim. Tasavvur qiling, siz uxlab yotibsiz, qorong'i joyda o'tib ketyapti va uni siz oddiy ko'z bilan ko'rmasligingiz ham mumkin. Bu nashvon kamera bo'lgani uchun nashvon kamera qorong'ida ham shunga qiladi, yarki qilib. Va o'sha kameraga tushib qolgan qaysidir ma'noda sharpa tushgan bo'ladi. Bilsanglar, magazinlarda ham shunaqa kamera qo'yiladi tepadan va u yerda o'rgimchik yuqib o'rganda, uyimga borib kelganda, xuddi qanaqadir ruhim, nimadir ko'rinadi. Menimcha bu ham xuddi shunaqa narsa. Agar uxlayotganingizda jin sizga ziyon yetkazadi deb o'ylasanglar, prosta kalimani qaytarib uxlaylar. Va aytgancha, xuddi shu paytda esimga tushib qoldi. Biza tunda jin boshini o'zim sinab ko'rganman. Video ko'rmagan video mana shu turibdi. Bunaqa narsalar haqida gapirganda, to'g'risini aytsam, o'zim qo'rqib ketaman. Chunki, bilayman, men ham odamman, men ham qo'rqaman. Hammanglar keyingisiga o'tamiz. Bu videoni boshida ko'rganda qanaqadir bitta kipriq qiz prosta TikTok otdi deb o'ylaysiz, lekin u bilan bo'lgan narsa bilmayman, bittada qaraganda haqiqatan ham qanaqadir jin yoki nimadir sochdan tortganga o'xshaydi. Agarda reallikroq qaraydigan bo'lsangiz, menimcha u holatda shunchaki sochiga kimdir ip bog'lab olgan va derazadan turib uni tortgan va shunaqaroq qanaqadir ko'proq prosmotr oladigan video songa qilmoqchi bo'lishgan. Agarda rostdan bo'lgan bo'lsa, bilmadim. Tasavvur qiling, siz ketyapsiz, sizga tortdi, haqiqatan ham jin yoki sharpaligini siz tushunib yetdingiz uni va siz bilaman butun umr u narsa esingizdan chiqmaydi. Agarda siz ham shunaqa narsadan qattiq qo'rqsangiz, menga o'xshab albatta like bosing. Shunda menga o'xshaganlar qanchaligini bilib olaman. Xo'p, endi keyingi videoga o'tamiz. Pour éclairer, putain. Voy, bilet, menimcha sizlar ham birinchi marta ko'rganda nima bo'lganini tushunmay qoldinglar, lekin yaxshilab e'tibor berib qaranglar mana. Bilet, ko'rdinglarmi? Просто trash. Va bilaman, bu video montaj emasmi? Chunki montaj bo'lishi uchun qanaqadir kostyum kiyib, o'sha harakat qilgan bo'lsa mumkin, chunki eski kamerada olingan, kachifasiz. Bilasizlar, hamma qo'rqinchli videolar kachifasiz olinadi, chunki kachifasiz bo'lsa, agarda uyushtirilgan bo'lsa, sir ochilib qoladi. Bilmadim, lekin men bu videoni ko'rganda rosti ichim darhol bo'lib ketdi, chunki men tasavvur qildim, realni yaqinda biz 24 soat o'rmonda videosini olganimizda, men o'rmonda agar men bilan bunaqa holat bo'lsa-chi degan savol miyamda paydo bo'lib qoldi. Va endi uxlashimdan oldin u xayolimdan chiqmasa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Bu rostdan qanaqadir iblis yoki jinmi yoki prosta bolalar prosmotr olish uchun shunaqa qilishganmi? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Bile, bu videoda menimcha bu gap ummatga chetdi. Go straight. No, right there. Right there. Go straight. Go to middle street. Yes! What? Yes! No, give. Wait. Yes! Watch out! Crazy! Tasavvur qiling, moshina siz uchib ketyapsiz va siz bilan bir qatorda qanaqadir odam bo'lib, odam emas, bir hayvon emas-da, bir shunaqa narsa oldida moshina bilan bir xil yugurib ketyapti.
Nima xuddi shunga o'xshash voqea eshitganman, что bizda Ulug'bek aka borlar va Ulug'bek aytib berishlari bo'yicha ularning o'rtoqlarida shunaqa voqea bo'lgan ekan. Xullas o'rtoqlari yarim kechasi taksi qilar ekan va mozor oldidan o'tayotgancha qanaqadir kampir chiqibdi va kampir mashinaga o'tirgandan keyin uni oyog'iga qarasa, oyog'i mos qanaqadir tuyoq ekan, menga aytib berishlari bo'yicha. Va aka riski kampir mashinani tushirib yuborib, minga qo'yib uchib qochganlar, lekin kampir yo'llarda yugurib yurgan. Tasavvur qiling, qanaqa tez yugurish mumkin. Xullas shunaqa bo'lgan. Sizlar bunga ishonasizlarmi yo'qmi bilmadim, menga aytib berishgan. Men ishonganman. Yana bilmadim 100% emas, prosta aytib berishgan. Ha, deb qo'rqaman, bo'ldi. Navbat keyingi videoga. He's Rambo. Okay, you know? Rambina, more like it. What was that, Rambo? I'm gonna catch that. You hear that What was noise? that? I'm gonna catch that. You couldn't catch that if I let you right here. O'rtoqlar, tasavvur qilinglar, dachaga chiqdinglar, kayf qilib o'tirsizlar, lekin tomda qanaqadir sizlar tushunmaydigan, hali insoniyat hali ko'rmagan hayvon o'tib ketdi. Va shu hayvonmi, jinmi hech kim bilmaydi. Va xuddi shu narsani so'mga qilishgan. Mana e'tibor berib qaranglar. Endi kim ayta oladi bu nima bu? Tunnelmi bu? Lekin tunnelga o'xshaydi, lekin prosta o'rmonda tunnel. Tunnel deyman, billa. Uzr. Tulen bo'lish mumkin emas. Bilmayman, qanaqadir boshqacha hayvon. Qanaqadir buni uyushtirishgan desangiz ham, qanaqadir mos kelmaydi. Chunki bilmayman, qanaqasiga uyushtirish mumkin. Montaj qilishganmi? Yo'q. Haqiqatan ham odam bo'laman desa, yo'q, odam emas. U qanaqadir chaqaloq razmerda, chaqaloq bunaqa rol o'ynaydigan darajada aql yo'q. Bilmadim. Menimcha haqiqatan shunaqa bo'lgan. Bu videoda vaqti boshim qotar ekan bor. Agarda shu videoning tagida 10 mingtadan ko'p layk yig'ilsa, men yana shunga o'xshash video olaman. Shuning uchun o'rtoqlar, hozirroq layk bosinglar va ko'proq video chiqadi. Aytgancha, men menda juda ham qiziqarli video turibdi va bu ham bundan qolishmaydigan video. Xullas, hozir o'tib ko'ringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha